So'ringlar, keyin muhokama qilamiz. Hozir bir 20 daqiqada bir 300 ga yaqin qovun sotildi. Lekin kitob do'konida birorta xaridor yo'q. Agar bizda xalq shu qovunchalik kitoblarni sevganda edi, qanchalik ilmli bo'lib ketardik. Xudo xohlasa yillar o'tib kitob do'konida ham odam ko'payib qolar. Achchiq-achchiq gapiraman, oxirigacha eshitamiz. Haqiqatda yolg'on gapirmayapti. 20 minutda 300 ta qovun sotishi bu nerealniy narsa emas. Qovunning o'rtacha narxi 25 ming va 50 ming atrofida bo'ladi. Bitta qovun sotib olgan odam o'zimga yoki o'g'limga bitta kitob sotib olay deb do'konga kirmaydi. Ayrim kitob do'konlari bor, bir kunda 300 ta kitob sotmaydi. Buni sababi nima? Chunki dasturxonimizda, to'yda, ma'rakada nima bo'lishidan qat'iy nazar, dasturxonda Coca-Cola bo'lishi shart kabi miyamizga g'oya ekilmagan. Ya'ni har bir uyda kitob javoni bo'lishi shart degan g'oya. Buni ekadigan odamlarni o'zi bir-biriga kelishmaydi. Mana bu blogerlar. Bunisini kitobini yomonlaydi, bunisini kitobini yomonlaydi. Bu nashriyot bo'lmaydi, bunisi bo'ladi. Bu sariq adabiyot, bu qora adabiyot, bu pushti adabiyot bo'ladi. Baraka topib ko'r, o'sha kitobni olib o'qisin. O'zi o'qimasa bolasi o'qiydi, bolasi o'qimasa nabirasi o'qiydi. Hech kim ham o'qimasa kitob do'koni va nashriyotga ozgina pul tushadi. Bu puldan ular borib Dubayda yaxta qurmaydi, kayf safo qilmaydi. Yangi bor nashriyotlar bilan yozuvchilar bilan shartnoma imzolaydi va yana yangi kitoblar kirib keladi. Ayrim kitoblar bizda litsenziya huquqi yo'q, shuning uchun ular chiqarishmayapti. Men Uzuklar kundor hali ham tarjima qilinmagan. Sizlar bu yerda kitoblarni mag'zava qadarish bilan mansizlarda tushunmayman-da. Ayrim book blogerlarga tegishli. Ular o'zini tanho bo'lishini xohlaydi. Odamning fitratida bor-da. Shu men bo'lsam, hamma kitobni men reklama qilsam, soqqani faqat men olsam, faqat mening gapim o'tsa deydi. Bu bor, aytaman, doim aytaman. Ilm ahlida kibr tez o'rnashadigan narsa. Bu narsa eng yomon narsa. Raqobat hamma bo'lsin. Bir yangi chiqqanini mag'zava ag'darib, yo'q qilib ko'mib tashamanglar. O'sha qolgan book blogerlarga ham aytamiz. Sizlar oldin to'g'ri yozishni o'rganinglar. Kommentariy yozib kitob muhokama qilyapsizlar, 4 ta so'zlaring ichida 3 ta xato bor imloviy. Qanaqa kitobni reklama qilasizlar tushunmayman. Ya'ni ayrimlari Qunduz amakidan farqi yo'q. Bunaqa bo'lgan deydi. Ozgina ustida ishlash kerak. Ozgina kamtarroq bo'lish kerak. Yana ismlardan foydalanmadim. Bu ayni bir book blogerga yoki kitob ixlosmandlariga tegishli emas. Hammamizda bor kamchilik. Hozirgi aytmoqchi bo'lgan gaplarim ko'plab kitob ixlosmandlarini, kitob o'qiydigan, umuman o'zi kitob bloger deydiganlarni xafa qilishi mumkin. Lekin bu gapni aytishga majburman, do'st achitib gapiradi. Bugun yana shu 3 minutlik rubrikamiz, iltimos oxirigacha eshitsangiz 3 raqamini qoldiring. Agar hozirda to'xtatmoqchi bo'lsangiz ham xafa bo'lmaymiz. Unda 1 raqamini qoldirib ketsangiz, kerakli insonlarga yetib boradi degan umiddaman. Xabarlaring bo'lsa, eslaringda bo'lsa, men bitta video qilgan edim. Ya'ni boy odam bor, amali bor, ya'ni kuchi bor odam bor va ilmi bor odam bor. Shularning qaysi biriga kibr tezroq o'rnashadi degan mavzuda. Bugun men savolga o'zim javob berib ketmoqchiman. Albatta, misollar bilan, bu o'zim shaxsiy subyektiv fikrlarim hamda ustozlar, katta ulamolarning gaplari bilan. Shayton bu bor va qudratli raqib va dushman hisoblanadi va u juda aqlli. Ya'ni har xil usullar bilan zarba, xuddi bokschiga o'xshaydi. Ya'ni bo'yi uzunga qanaqa zarba beramiz, bo'yi kaltaga qanaqa zarba beramiz texnikasi bo'lgani kabi, shaytonda ham shunaqa xususiyat borki, u bir xil zarba bermaydi. Har xil 3 xil toifa insonga. Misol aytadigan bo'lsak, boy insonga kibrdan ko'ra baxillik zarbasi unga qattiqroq tegadi. Ya'ni boy odam ko'proq bo'lsangiz xasis bo'ladi. Ertaklarda ham, rivoyatlarda ham ko'rsa xasis boy deydi. Kibrli emas, xasis. Ya'ni qurumsoq bo'lib qoladi. Va bu uni ko'proq buzadi, aynitadi. Kuch qudrat egasi, amaldor egalarida ko'proq jabborlik bo'ladi. Ular zulm qiladi. Ya'ni so'kadi. Ko'p ko'rgansizlar, amaldor so'kish kuchayadi, zulm kuchayadi, olib qo'yaman. Ya'ni kuch egasida shunday bo'ladi. Kibr yoki manmanlikdan ko'ra ularda jabborlik ko'payib ketadi. Endi aql egalarida, aqlli odamda kibr kuchayadi. Mana shu book blogerlarda ham ko'ryapman, ozgina kitob o'qiganlarda ham ko'ryapman. Men mensimaslik odamni yoki u kitob bo'lmaydi, bu kitob bo'ladi. Ya'ni kibr o'rnashib qo'ygan. Ulardan so'rasangiz kibrliman desangiz, "O, taqvoni yo'qadi, menda umuman kibr yo'q" deydi. Ya'ni insonda kibr bor, yo'qligini bilishning o'zi bir bilim. Unga esa buyuk zotlar erishgan. Baxir menda ham u bilim bo'lmasligi mumkin. Va shu book blogerlar umuman ko'pida. Men ko'p ko'rganman, hatto obunachisiman maqtanadigan book blogerlar bor. O'zini bir kibor deb biladigan bor, ya'ni undan zo'r kitob reklama qilmaydigan bor. Endi qalbini bilmaymiz. Balkim shuncha ismlar aytilmayapti bu yerda. Ismlarga e'tibor qaratmaymiz. Endi mana shunaqa misollar keltiradigan bo'lsak, mana Aziz Mahmud Xudoyi
Hazratlarining kino filmini ko'rgan bo'lsangiz, balki kitobini o'qimagansiz, o'shanda ham o'sha kishini qimmatbaho kiyimlarida bozorda jigar sotishga majbur qiladi yoki o'tin tashitib sotishga majbur qiladi. Ya'ni mana shu ilm ahlini kibrini sindirish maqsadida ulug' ustozlari mana shunaqa ulug' ulamolarni mana shunaqa tarbiyalagan. Ya'ni inson kibrini sindirish uchun ozgina past ketishni o'rganish kerak. Ya'ni uzr so'rash kerak, ko'proq uzr so'rash. Ya'ni qilsa qilmasa emas, albatta ayb qilsa, tavozeli bo'lishga, kichik fe'lroq bo'lishga, ya'ni akadek ko'p murojaat qilishga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Mening shaxsiy fikrim, albatta, uzr cho'zilib ketdi yana. Eshitgan bo'lsangiz xursandman. Fikrlarim subyektiv. Katta xolamning bitta gapi meni o'ylantirib qo'ydi. Hayotda nima qilsang ham baribir onangdan kaltak yeysan. Yo qilgan ishlaring uchun yoki aytgan ishini qilmaganing uchun. Albatta bu gaplar hazil. Lekin mana bu kitob meni katta xolam haqida emas, bu baqirmaydigan onalar haqida ekan. Bu kitobni men umuman o'qimaganman, balki umuman o'qimasman ham. Lekin oralaringda o'qiganlar bo'lsa, albatta fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Diqqat bilan eshiting. Balki tushunmasangiz ham mumkin. Agar kimdir sizdan yoki kimlardir kimnidir yaxshi ko'rish va kimdandir nafratlanish g'oyasini yoki fikrini miyangizga o'tkazmoqchi bo'lsa, bilingki eng xavfli qullikning bo'sag'asida turibsiz. Bundan sizni faqatgina kitob qutqaradi. Assalomu alaykum hammaga. Kitob hujra Instagram va YouTube kanal a'zolari oldindan aytib o'taman. Iltimos kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir tushuntirib berishga harakat qilib ko'raman. Bugungi mavzumiz ozodlik haqida. Men ozodlikni o'zini ikkiga bo'laman. Jismoniy ozodlik, ruhiy va ma'naviy ozodlik. Jismoniy ozodlik albatta chegaralangan. Siz bu jismoniy ozodlikni chegaralasa bo'ladi. Siz uyingizdan chiqmasingiz mumkin, mahallangizdan chiqmaysiz, viloyat, tuman, respublika, davlat, yer shari har bitta. Eng oxirgi boradigan joyingiz har bitta. Unga ham faqat kosmonavtlar chiqadi. Ya'ni aniq chegarasi bor, sizda jismoniy chegarangiz bor. Lekin ma'naviy va ruhiy chegarangiz bu chegarasiz, xuddi koinot kabi kengayadi. Qachonki kitob o'qisangiz. Telefon tomosha qilsangiz emas, meni ko'rib turibsiz-ku, kompyuterda emas. Chunki men shu paytgacha olgan bilimlarimni faqatgina kitobdan olganlarimgina yuqqan deya olaman. Bulardan olganlarim ham bor, lekin ularning asosi bari kitobga borib taqaladi. Kimdirlar aytishi mumkin, hozir kompyuterda men ko'plab kasblarni, hunarlarni o'rgana olaman, lekin ularni ham tub mohiyatda borib kitobga taqaladi. Siz zo'r aytishni, kompyuter o'rganishingiz mumkin, lekin o'zingizni anglab yetishingiz uchun albatta kitob o'qishingiz kerak. Kitob o'qimasangiz siz eng zo'r hacker bo'lib 100 milliard dollar pulingiz bo'lsa ham hayotni anglamay o'tib ketishingiz mumkin. O'sha siz bilgan mashhur Bill Gatesmi, Steve Jobsmi, Elon Muskmi so'rasangiz, albatta ular sizga tavsiya qiladigan kitobi bor. Ular kitob o'qiydigan odamlar. 1000 ta podpischikka 100 ta samarasida olamiz degandek, qani boshladi. Samarasi challenge'imiz bugun 5-kun kech bo'lishi. Yo, to'xtanglar. Bir daqiqa. Nimaga menga aytmadinglar? Bu obunachini ko'paytirish yo'li juda oson ekan-ku. 100 minglab obunachini 1 oy, 2 oyda qo'lingizda bitta bolg'a, mix yoki samarizma to'plashingiz mumkin ekan. Nimaga biz shuncha ovora bo'lib kitob o'qishimiz, qanaqadir matnlarni tarjima qilishimiz, ingliz, boshqa tillardan olib, sun'iy intellekt yordamida matn holiga, ssenariy holiga keltirishimiz kerak ekan. Bu yo'li juda oson ekan-ku. To'g'rimi? Endi sizlarga bir qo'shtirnoqchilar challenge. Kommentariy yozinglar. Ular bunaqa qilyapti, biz noodatiy ish qilamiz. Nima ish qilaylik? Eng bema'ni, ahmoqgarchilikning eng cho'qqisiga yetgan kommentariy, eng ko'p like to'plagan kommentariyani keyingi videomizda e'lon qilaman. Qani bir ko'raylikchi, eng ahmoqona taklif egasini aniqlaymiz. Eng ahmoqona bo'lsin, jinnicha taklif bo'lsin. Biz bu orqali jinnilikning eng cho'qqisini aniqlashimiz kerak. Challenge ketdi.